do'stlar. Sizlar bilan Kingdom. Bugungi videomizda sizlar bilan eFootball o'ynaymiz 2025. eFootball 2025 o'ynaymiz. Va bugungi videomiz ikkinchi qismi. PES o'ynashimizning ikkinchi qismi videosi bo'ladi. Like'larni bosing va obuna. Videomiz davom etishi uchun like bosib, hamma narsani qilib qo'yasizlar do'stlar. Bugun mana o'yinni o'ynaymiz va Spanish klubida davom ettiramiz. Ikkinchi o'yinni o'ynaymiz. Next reward in 756 points keyingisi hozir bizda 1244 points. Bugun mashina olishimiz kerak do'stlar. Bo'lmasa biz qana ketdik do'stlar. To'xtab turinglar. Biz game plan o'zgartirishimiz kerak. Bugun Arda Güler tushsin. Arda Güler, Ruben Neves tushiramiz. O'tgan safar Cole Palmer vashshi dahshat o'ynadi. O'shanga bugun Ronaldoni tushiramiz. Cole Palmer qolaveradi. Ronaldo apadayishiga. Mbappe ham qolaversin, Mbappe. Phil tushiramiz. Yo, Phil Foden turaveradi. Bo'ldi. Sxema o'zgartirildi do'stlar. Endi qani boshlaymiz o'yinni. Too much bosdik. Keyingi qism uchun do'stlar like bosasiz, obuna bo'lasiz va kommentariy yozasiz. Uchinchi qism chiqadi. Hop. Maydonda formani almashtiramiz. Kerak, mana yoqtirgan formam, mana qora forma Arsenalniki. Hadi bu sariq bo'laversin. Hop, top qanaqasini yoqtiraman aytaymi? Top mana Orbita Liga Portugaliya yaxshi ko'raman, chiroyli top. Ham yaxshi o'ynaydi. Hali bo'lmasam ketdi do'stlar. Mashina staff olsin. Ana ketdi bo'lmasa. Qanaqa bir bizga qarshi qanaqa komanda o'ynayapti raqibimiz? Mirando bir bola o'ynayapti. Yaxshi bilmayman qanaqa komandaligini. Lekin men bilmayman bu komandani, lekin qanaqadir Ispaniya ligalaridan komanda bo'lishi mumkin, ikkinchi divizionlardan. Cole Palmer, Mbappe. Tak, Alexander Arnold uglovoydan oshiradi qani. Alexander Arnold, Virgil van Dijk. Boshi bilan zarbasida ura olmaydi, afsus. Van Dijk. Yana Palmer. Ronaldo yugurishda va aldamayapti driblingida. Palmer qanaqa bu to'p olish? Ronaldo afsus uramadi. Aldash Ronaldo to'p ol. Cole Palmer zashidadan dahshat o'ynar ekan. U to'p olishini, atakadan zashidadan vash yorg'orayishini qo'yar ekan. Gollarni ham yorg'orayishi. Oxirgi payt Palmer dahshat o'ynayapti va Messi shotni ochadi. Bruno Messi 17-minutda gol uradi. Messi yaxshi. Qana bitta ko'ramiz qanaqa yo'rilganini. Mbappe ataga o'chib driblingida hammani aldab va Messiga pas beradi. Messi esa uradi. Qanaqa oldi deb
hammani driblingi bilan klon qilib tashlaydi-yu. Ana ketdi. Do'stlar, sizga mani kontentim yoqayaptimi, yoqmayaptimi? Kommentariyada izoh qoldirib keting, iltimos. Men uchun qiziqda. Sizga yoqadimi mani kontentim, yoqmaydimi? Qiziqaman shunga. Ronaldo уже chap flangdan atakani boshlayapti. Mbappe gol! Mbappe! Voy do'stlar, o'tgan qismda toplarida o'ynayman deyman. Esimdan chiqazib qo'yaman. Do'stlar, rostdan esimdan chiqazib qo'yibdi. Keyingi qism aniq o'ynayman, ishlatib qo'yinglar do'stlar. Esimdan chiqib qolibdi. Yana professionalda ketaverimman o'yinni boshlab. Ronaldo, davay. Ronaldo. Artarga berib yubordi. Neves. Upamecano. Qanday? Palmer, iltimos, Palmer. Ronaldo yugur, davay. Kriro. Yaxshi dribling. Wow. Endi uspet qila olmadim Mbappe tepishga. Lekin Ronaldo qattiq driblingida zo'r ko'ruvdi atakaga. Chiroyli chiqdi, lekin gol bo'lmadi. Yana shans Ronaldoga. Ronaldo to'pchi ketmadi. Yaxshi. Ronaldo qanaqa fintlar bilan. Mbappe, davay. Ronaldo, vay. Zo'r pas beruvdi. Kim beruvdi? Cole Palmer beruvmidi? Neves to'p ushlab oladi. Mbappe. Ay, afsus olmaydi Mbappe. Mbappe dribling yo'q. Ana do'stlar, birinchi taym tugadi. 2-0 bo'lib tugadi. Biz 5 ta udar qilamiz, ular hali 0 ta. Umuman bitta unaqa tepgani yo'q biz varataga. Zamina qilmaymiz-da. Hech kim charchamadi. Ronaldo sal charchabdi o'yinda. Ronaldo charchamaydi, baribir. Ana o'zi ikkinchi taym boshlanyapti. Ana Palmer. Andayk. Upamecano oldu top. Yaxshi Ronaldo. Mbappe. Offside yo'q umuman. Mbappe. Kylian Mbappe. Просто qandaqa pas berdi. O'yini qarang. Alexander Arnold bilan Mbappe, Messi ishlashyapti golda. Kim berdi pasni? Esimdan chiqazib. Qanaqa pas berdi? Shuni o'chirgani bilib turib, shuni chotki pas berdi ichiga. Kim edi ikinash pas bergani? Qanaqa pas berdi? Pasni ham udarini berib yubordi. Pas bo'lmaganda Mbappe ura olmasdi. Guler. Ay. Yaxshi. Davis. Yur. Davis. Bu driblinglarni yo'qayapti, lekin yaxshi to'pchi ketdi ulardan. Neves. Ruben Neves. 4-0 59-minutda.
Ruben Neves gol uryapti. Qanday aylantirib Podgrutka bilan urdi. Wow! Podgrutka bilan pish qilib aylantirib. Zo'r bo'ldi. Bunaqa gollar uchun like'larni bossang, shunaqa chiroyli pas gollar uchun like'larni bilan obunani bossangiz bo'lmaydi do'stlar. Voy shunday shunaqa charchashim. Hamma sizlar uchun obunachilar. Oy, Neuer. Manuel Neuer qanaqa save qildi? Qanaqa save bu? Zo'rdan save. Bang qildi Neuer. Shuna do'st. Oy. Neuer shla. Ay, Upamecano. Masane. Hiç ovoz yo'q halichi do'stlar. Messi yuri. Kimdir ochilsin. Davis. Ay, Davis xato qildi. Уже 70-minut zamina qilamiz. Zamindan chiqib tashab umuman zamindan chiqibdi. Alvarez tushsin. Kuboning o'ynatalichi. Kubo bilan Safyan Rahimi ham yaxshi o'ynaydi. Keyin tushiralichi. Necha zamina qilamiz tutdami? Tutdi qilgan bo'lsam, ikkita yana zamina qoladi. Mbappéning o'rniga Julian Alvarez, Kubo Messining o'rniga, Ronaldoning o'rniga Safyan Rahimi. Keyin Arda Güler o'rniga Rodri tushdi. Ular ko'p qolishi. Number 22. Rodri. Ramada sus. Alexander Alvarez qanaqa uchiradi bu? Tashlab uchiradi Alvarez. Bekorga tushirmadim. Lekin hali joy bo'lib qoldi urganim. Zo'r uchiradi Alvarez. Rollasi g'alati joyda bunaqa bo'lib qoldi-da endi. Men ham shoshilib bordim. Aylantirib tepishim kerak edi. Undek davay kallada yutdi хорош. Palmer. Davis nega yuribsan? Alvarez bor. Alvarez nima qochiladigan. Albatta bugun uradi gol. Chunki bu Julian Alvarez. U futbolchi rosa kuchli komandamda. Mbappédan ham yaxshi o'ynaydi. Mbappédan ham yaxshi o'ynaydi. 99 bo'lsa ham. Mbappé 101 lekin Julian Alvarez 99 bilan qattiq ochilib, qattiq kallani ishlatib o'ynaydi bor. Palmer. Kubo. Kubo ham shuni tanitadi. Va dribbling. Chechting Kubo. 6 added minutes has been indicated. Kubo shu momentda ham urolmadim. Rahimiva, ettaro tepish kerak nima? Ettaro ostim tepishing, zadержка qo'ydim. Tepish kerak edi o'zi Palmerda. Shoshilib ketdim, hayajonlanib. Bu o'yin
o'yin tugadi. Ham 5-0 ham g'alaba qozondik. Qani ko'raylik And reyting. now, to all Eng ko'p members of the reytingda crowd, I'd like to ask you to join me in eng ko'p wishing our reytingda birthday boy a Alvaro very kelardi. special birthday. Lekin e-futbol sistemasi Mbappeni tanlabdi. Haqiqatan ikkinchi o'ringa Palmer berardim. Lekin birinchi o'ringa xato qildim. Mbappe emas, men Alvarez berdim. Do'stlar, bo'lmasa biz yakuniga yetdik. 3-qismni keyingi qism chiqishi uchun albatta 20 ta like va obuna va komment. Bo'lmasam sizlar bilan Kingdom Uzbek Gamer edi. Bo'lmasa xayr do'stlar.